Viloyat hududlarida ko'kalamzorlashtirish va ekologik vaziyatni yaxshilashga qaratilgan yashil makon umummilliy loyihasini biroq konstruktiv tanqidiy tarzda o'tgan hokimlik soatida ushbu yo'nalishda jiddiy kamchiliklar mavjudligi, shuningdek foydalanilmayotgan imkoniyatlar ham borligiga to'xtalib o'tildi. 2024-yilgi kuz mavsumi yakunlaridan kelib chiqib, viloyatda 6,5 million tup daraxt va buta ko'chatlari ekish rejasi belgilangan. 7 million 348 ming dona ko'chat ekilgan. Bu belgilangan hajmning 112% ni tashkil etadi. Biroq obodonlashtirish boshqarmalari hududlarda 89% va o'rmon fondi yerlarida 90% ni tashkil qilmoqda. Sug'orish tizimini tashkil etmasdan ko'chat ekish ishlarini olib borgan holatlar tanqid qilindi. Bu kabi ishlarning oqibatida daraxtlarning qurib qolish xavfi ortishiga ham sabab bo'lishi tushuntirib o'tildi. Bahor va kuz mavsumida 16 million 333 ming tup ko'chat ekish rejalashtirilgan bo'lib, manzilli dastur ishlab chiqilgan. Ko'chatlarga bo'lgan ehtiyojni qondirish maqsadida viloyatda 10 ta o'rmon xo'jaligi korxonasi va 150 dan ortiq xususiy sektor tomonidan 23,5 million tup, bahorda 14,5 million, kuzda 9 million dona ko'chat yetishtirilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi O'zbekiston 2030 strategiyasini atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi farmoni ijrosini ta'minlash masalasi ham kun tartibidan o'rin olgan muhim masalalardan biri bo'ldi. Mazkur farmonga muvofiq joriy yilda har bir shahar tuman hududida yashil bog'lar, yashil jamoat bog'lari, soya salqin ko'chalar, shuningdek shaharlar atrofida yashil belbog'lar tashkil etish rejalashtirilgan. Afsuski, viloyat rahbari Aziz Boboyev ta'kidlaganidek, hozirda birorta ham tuman shahar hokimligi tomonidan bu maqsadlar uchun yer uchastkalari ajratilmagan. Magistral yo'llarda arzonlashtirilgan narxlarda ko'chatlar yarmarkalar sifatli tashkil etilmagani ham tanqid qilindi. Namunaviy yarmarkalar faqat Samarqand shahri, Samarqand, Urgut va Pastdarg'om tumanlarida tashkil etilgan xolos. Boshqa shahar tumanlarida bahor fasli boshlanganiga qaramay ishlar amalga oshirilmayapti. Ijobiy tajriba sifatida akademik Mahmud Mirzayev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tadqiqot instituti, shuningdek ko'chat yetishtirishda samarali natijalarga erishgan Asiana Garden mahsuloti cheklangan jamiyatidan misollar keltirildi. Shahar tumanlar hokimlariga ushbu tashkilotlarning o'z hududlarida filiallarini ochish choralarini ko'rish tavsiya etildi. Yakunda ko'rib chiqilgan barcha masalalar yuzasidan viloyatda yashil makon umummilliy loyihasini amalga oshirish ishlarini yanada faollashtirish yuzasidan mas'ullarga aniq topshiriqlar berildi.